Tomosha qilayotganingiz Madaniyat va ma'rifat telekanalida bugun madaniy ma'rifiy yangiliklar dasturi. Jasurbek, bilasizmi, san'at shunday olamki, uning o'ziga xos injiqliklari va qiziqarli jihatlari bor. Mana misol uchun Leonardo da Vinchini butun dunyo biladi, tan oladi. Va da Vinchining eng mashhur asari bu Mona Lisa asari. Lekin aynan mana shu mukammallikda Mona Lisadan qolishmaydigan yana bir asari bor ekan Leonardo da Vinchining. Va katta ehtimol bilan balki siz ham bilmassiz bu asar haqida. Bilaman. Bilasizmi? Tomoshabinlar bilmasligi mumkin. Qadrli do'stlar, bu asar mukammallikda aytganimdek Mona Lisadan qolishmaydi. Faqat u Mona Lisa singari mashhurlikka erishmagan. U Luvr muzeyida saqlanmaydi, uni o'z vaqtida bir necha bor o'g'irlashmagan. Xullas, gazetalarda haftalab yozishmagan va shunday qilib Mona Lisa darajasiga chiqa olmagan bu asarning mavqei, shuhrati. Shunday, ma'lumot uchun aytib o'tamiz, bu asar nomi Oqsusarli xonim. Aynan kartina tarixi va shunga o'xshash qiziqarli ma'lumotlar haqida ajoyib lavha tayyorlangan. Keling, navbat beramiz. Marhamat, tomosha qilamiz. Leonardo da Vinci tomonidan yaratilgan asardagi qizning shaxsi uzoq vaqtgacha noma'lum bo'lib kelgan. Bugungi raqamli texnologiyalar yordamida esa ushbu asar yanada chuqurroq o'rganilib, turli talqinlarga sabab bo'lmoqda. Kartinada tasvirlangan qiz Galerani, u Milanning gersogi Ludovico Sforzaning rafiqasi bo'lgan. Leonardo uni zargarlik yoki hashamat bilan emas, balki soddalik va nafislik orqali go'zalligini ochib berishga intilgan. Ya'ni rassom yosh modelning go'zalligini ortiqcha narsalar to'sib qo'ymasligiga harakat qilgan. Qizning libosi oddiy to'rtburchak, yoqali, bo'ynida esa faqatgina qora marvarid ipi bor. Soch turmagi ham soddaligi bilan ajralib turadi. Bu ehtimol uning kamtarligini ifodalaydi. Bunday soch turmagi yuzni biroz to'sib turuvchi uslub Coatson deb ataladi va uni ilk bor Aragonlik Isabella modaga olib kirgan. Uning peshonasida esa tipeta deb ataladigan yupqa matodan yasalgan ro'molcha hamda feronerka deb ataladigan temir ramka bezagi mavjud. Qizning yarim qayrilishdagi ko'rinishi Leonardoning innovatsion g'oyasi edi. Bunga qadar portretlarning asosiy qismi odatiy ko'rinishga ega bo'lgan. Hatto mana shu noodatiy ko'rinish orqali rassom qizning xulq-atvorini jonli ko'rsatishga erishgan. U go'yoki ko'rinmas suhbatdoshini diqqat bilan tinglab turganday. Galera qo'llarida oqsusarni ushlab turibdi. Bu jonivorga qadimdan poklik va bokiralik ramzi sifatida qaralgan. Afsonalarga ko'ra oqsusar o'zining oppoq mo'ynasiga dog' tekizishdan ko'ra o'limni afzal ko'rgan. Boshqa talqinlarda esa bu hayvon Ludovico Sforzaga ishora sifatida ko'riladi, chunki u 1488-yilda Susar ordenini tashkil qilgan va bu hayvonni o'z gerbida aks ettirgan. Bundan tashqari jumboq va kodlarning havaskori Da Vinci Susar orqali polotnoda Galeraning familiyasini yashirgan degan fikrlar ham mavjud. Galerani familiyasi yunonchadagi Gale, Susarlar oilasi ma'nosida keladi. Ushbu rasm 2 marotaba ilmiy ekspertizadan o'tkazilgan. Maqsad uning muallifi aynan Leonardo ekanini isbotlash bo'lgan. Tadqiqotchilardan biri kartinani diqqat bilan o'rganganda rassom modelni skeletdan boshlab bunyod etganiga hayron qolganini tan oladi. Leonardoning muallifligini tasdiqlovchi 5 asosiy dalil isbotlangan. Birinchidan, rassom Galerani bilan tanishligi hujjatlarda ko'rsatilgan. Qolaversa, ular samimiy do'st bo'lishgan va uning portretini chizgan. Ikkinchidan, kartinaning rangli gammasi Leonardo muallifligining foydasiga ishlagan. Rang va soyalarning o'yini, shuningdek, qiz boshining uchdan 4 qismi qayrilganligi. Uchinchidan, polotnoda barmoq izlari aniqlangan. Bu xususiyat uning boshqa asarlarida ham kuzatiladi. Va nihoyat, olimlarning fikricha o'sha davrda faqatgina Leonardo da Vinci insonlarning suratini shunday mohirona barcha detallarni ishlatgan holda tasvirlab bera olgan. Qizning qo'llari shunchalik aniqlikda chizilganki, bo'g'imlar va tirnoqlardagi chiziqlarni ham ko'rish mumkin. Oqsusarli xonim kartinasining qayta o'rganilishi natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, Da Vincining o'zi bu asarni kamida 3 marta ishlagan. Kartinaning birinchi holatida qizning qo'lida hech narsa yo'q. Shuningdek, yelkasidagi ko'k rangli nimcha ham bo'lmagan. Faqat qizil libosda bo'lgan xolos. Ikkinchidan esa rassom jonivorni qo'shgan, biroq u kichkina va kulrangli edi. Suratdagi jonivor aynan oqsusar ekanligiga shubha tug'iladi va u ko'proq sassiq ko'zanga o'xshardi. O'rta asrlarda va uyg'onish davrida sassiq ko'zanlarni yovvoyi quyonlarni ovlashga o'rgatishgan. Ba'zi joylarda esa kalamush va sichqonlarni ovlash uchun undan foydalanishgan.
va oxirida suratda galeraning qo'lida oq rangli jonivor tasvirlangan. Kartina ommaga oqsuvsarli xonim nomi bilan tanildi. Ayni vaqtda u Polshaning Krakow shahridagi Knyaz Chartorskiylar muzeyida saqlanmoqda.